Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Aziz va muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Hali uzun bir aradan keyin yana yuz ko'rishdik. Buningga nasib qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Bugungi mavzumiz Uyg'urlarda aqliy tafakkurning saviyasi to'g'risida. Bu ilmiyroq tema. Buningga biraz umaç gerek. Bo'lmasa buningdan hech narsa hosil qilolmaysizlar va hech nima tushunmaysizlar. Shunga buni oldin deb qo'yay. Ko'rilayotganidek umuman video nashrlarida mening bayqaganim qanchalik dehoncha so'zlangan video bo'lsa, ko'rish soni nihoyat ko'p bo'ladi ekan. Ilmiy mavzularning ko'rish soni bek tugan bo'ldi ekan. Shuning qaraganda chet eldagi xalqimizning ahvoli ashuningdan ma'lum bo'ladigandekmi turadi. Xo'sh, mavzuga kelaylik. Tafakkur haqida to'xtalgan vaqtimizda tafakkurni harakatga keltiradigan, fikr tug'diradigan, xulosaga olib boradigan, tafakkurga bichim belgilaydigan, cho'nqurligiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning hammasi haqida to'xtalmay o'tolmaymiz. Ko'pchilikka ma'lum bo'lganidek, tafakkur tilga tayinadi. Yoki boshqa turli aytsak, tafakkurning quroli til. Til orqali tafakkur qilamiz. Ya'ni ichimizda, kallamizda o'ylasakmi, u til orqali amalga oshadi. Bu deganlik, tilda qanchalik ko'p so'z bilsangiz, tafakkurimizning kengligi yoki cho'nqurligi shuningga o'ngtanasib deganlikdir. Ya'ni bir sahroda dehqonchilik bilan shug'ullanadigan bir dehqonning tafakkur teranligi faqat o'zi yashayotgan sharoitda doim qo'llaniladigan so'zlar bilan cheklanadi deganlik. İnsan o'zi ko'rmagan, ismini bilmaydigan, ta'rifini bilmaydigan yoki tajribasidan o'tmagan narsalar haqida tafakkur qila olishi mumkin emas. Chunki tasavvur qilolmaydi. Tasavvur qilinmagan bir narsani qanday tafakkur qiladi? Bugun ommaviy matbuotlarda to'kilib turadigan Uyg'urcha yo'llanmalarga qaraydigan bo'lsak, garchi til to'g'risida ustozlik qiladiganlarning oz emasligiga qaramay, ona tilini tuzib bilmaydigan odamlarning fikrlaridagi kulkilik, qora yumor tipi, hatto aqldan yiroq mazmunlarni ko'ramiz. Masalalarni tushunish tarzidagi bolalarcha oddiylikdan o'tgan ma'tuliq, ondan hech tortinmasdan o'zining tushungani bo'yicha yoziladigan inkaslardagi kalla desa paqalchoq tipidagi rapganmaslik, munosabatsizliklar kishini yig'iga qistaydi. Yig'lig'isini keltirdi qarindoshlar. Aziz millatimizdagi bu qadar qashshoqlik, buncha ular orqada qilishlik, bugungi sun'iy aql davrida qabul qilg'isiz darajadagi ochiq reallikdir. Uning uchun odamning yig'lig'isi keladi. Mushundaq fikrchilar mutlaq ko'p sonliqni egallaydigan bir millatda haqiqatan umid bormidi degan shubhalik, hatto javobi odamni qo'rqitadigan savollar tug'dirmay qolmaydi.
Muşu aqlliqlar bilan bugungi dunyoda mavjud bo'lib turish mumkinchiligi zodi qanchalikdir? Mening bugun deydiganlarim bu haqdagi jimi ahvolmi emas. Bunun ayg'idan chiqolmayman to'g'risi. Shundaqla mening mushu deydiganlarim bilanla bu yo'qliq, ya'ni xalqimizdagi bu yo'qliq va bu hichlik tuzilibmi ketmaydi. Buni bilaman. Shundaq bo'lsa-mu, kelgusidagi avlodlarimiz ichidan chiqqisi oz sondagi bilarmanlar uchun maydonga keladigan sonsiz afsusliq, sonsiz istlarga ximiy turish bo'lib qolsa jab emas degan niyatda bo'lsa-mu, bu temani qo'lga olishni to'g'ri topdim. Tilning tafakkurga asos ta'min etadigan qurol ekanligi, tilsiz tafakkurning bo'lmaydiganligi mazmunlari ilgirimi so'zlangan edi. Shunga tafakkurning bu quroli haqida yana to'xtalmaymiz. Endi boshqa unsurlar haqida to'xtalamiz. Tafakkurga garchi tilni qurol qilib maydonga keladi deyilsa-mu, tildan boshqa yana bir muncha omillar tafakkurga yo'l belgilaydi, cho'nqurligini belgilaydi, kengligini belgilaydi, aqliyligini belgilaydi. Bulardan eng muhimi insonni yetishtirgan kultur muhitidir. Etrafimizni qurshab turgan ma'naviy atmosfera, kishilar to'pi va bu to'pning kultural sifati. Kültürler tefekkürünün kengligiga, teranligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omil bo'lib qolmay, tefekkürünün bichimini, ya'ni endizisini belgilaydigan omildir. Qilibni. Bununga asoslanganda Uyg'ur tefekkürü, Uyg'ur kültürü tarafidan belgilangan tefekkür qilibi bo'yicha maydonga keladi. Kültürde şu toplumның dini itiqadi en mühim element bulup hesaplandı. Yani bunu özümüzge tatbiqlasak, Uyghur kültürüde İslam elementi en salmaklı amil bulup, bir Uyghur meyli diniga itiqat qilsin yoki dahri olsun. Muşu toplum içinde tug'ilib, cho'ng bo'lganli bo'lsa, tefekkür qilibi boshqacha bo'lmaydi, bulanmaydi. Tefekkür biçimi bunu şeylerini kıymetlendirişimiz, fikirlerde ma'lum xulosaga berishimiz, muzokaralarda ma'lum qarorga berishimiz, hammasi kültür tarafidan belgilangan tefekkür endizimiz bo'yicha bo'ladi. Yoki ashundaq bir moyillik mavjud bo'ladi. Va bu moyillik tufayli eg'ishlar maydonga keladi. Qo'l ichiga egiladi payadasida yoshurun elimizde hamallangan kültürümüz tarafından belgelengen bu endize bizning tefekkürümüzni özü tarafga ag'dirdi. Qancha bu tarafga ta'sirimiz. 30 yillab erkin dunyoda yashayotgan bo'lishiga qaramay, yanala Uyg'urcha tefekkür, Uyg'urcha fikr qilayotganlarni ko'rib turibmiz. Gerçi bek cho'ng unvonlari var. Bilim egillari hisoblanadiganlarni. Buningdan bu qalbning osonlikcha o'zgarmaydiganligini ko'ramiz. Bularning hammasini yig'ib ashunda desakmi, ya'ni biz tug'ilib o'sgan muhitdagi ajdodlarimiz tarafidan homilangan, ya'ni barliq keltirgan va to'plangan madaniyat jug'lanmasi bizning tafakkurimizning teranligi, ufqimizning kengligiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omillar. Buni texmi ushoqlasak, tefekkür insonning tarbiyalanish ahvoli,
seviyesi, bilishkenligi, hatta onun ailesideki medeni hava bilan alakadar bo'lg'achqa. Buni degan vaqtimizda ota-onasi o'qimagan, hammasi dehqon va shunday bir oilada tug'ilib cho'ng bo'lgan bilan o'qimishliq bir oilada uyning bir yerlarida kitoblar tizig'liq bo'lgan bir muhitda, garchi uning hammani o'qib boqmaydigan bo'lishiga qaramay, shuni ko'zi ko'rab, u yan o'sib, bu yan o'sib ko'rab turishning o'zidagi ta'sirimi odamning psixikasiga nihoyatda cho'nqur. Va shunday ikki oiladan kelib chiqqanlarni sevishtiradigan bo'lsak, o'xshash ma'rif tarbiyasi olgan bo'lsinmi, bir farq mavjud bo'ladi. Buni men ilgari madaniyat jug'lanmasi haqida bir videoda degandim. Afrikada bir qabila hayotida cho'ng bo'lib va shu holda universitet tugagan bir afrikalik bilan Yevropa muhitida tug'ilib cho'ng bo'lgan ve üniversitedəmisimi toluqsuzunu çıxalıb degen bir adamını bir yerge koysunuz, bunundaki farkını görəliysiniz. Yani medeniyet cuglanmasının insanın eniğe qançılıq təsir göstərdiğini onundan biləliysiniz. Bunu mən ilgiri sözləb ötken bir məzmun bu. Evet, ailenin mi bunun da belgelik rolü var. Bilimlikle mümkün bo'lganicha kültür tarafından belgilengen tefekkür kalıpından çıkışqa, eğişqa uçurmasdan aqli fikir qilishqa o'zini zo'rlayalaydi. Agar aşında bir intilishi bo'lsa. Ama biz chet elda bir muncha professorlarni ko'ryapmiz da, ularda o intilishni ko'rmayapmiz. Yana da Uyg'urcha tefekkür qilipi bilan. Qilipdan chiqish, yani bu tefekkür qilipidan chiqish uzun kesil mümkün bo'lmaydigan bo'lsin. Üzünü aşı qilip bilen çeklep qo'yishdan mümkün bo'lguncha saqlanish mümkün. Saqlanğını buluş mümkün. En ahirki tirishchanlik, en ahirki chekda. Tarbiyalanish ahvoli, bilim saviyasi, bilishkenligi qatorliq omillar tefekkür mevisining voyaga yetishida o'ng tanasib rol o'ynaydi. U holda o'qimaganlar, quloq mollolari yoki faqat bir sohaga qopsilib qolgan, bilishkenligi bek tar bo'lganlarning tefekkürde aqlilik omili tuyon bo'ladi. Xulosalari kulkilik darajaga berishi mumkin. Qarorlari 99% ahvolda xato bo'ladi. Yuqoriqilar ma'naviy omillar bo'lib, ya'ni inson tug'ilgandan keyin etrafdaki muhit orqali barliqqa keladigan omillar. Bulardan boshqa moddiy yoki jismoniy tarafim bor. Bu xalqarada IQ deb ataladigan minimum aql hajm. Bizda Uyg'urchada aql hajm desek, bu ufto tushidi bununla. Yani bunun aql hajm tarafı. Cismani jihatdagi minimizdan iborat bu fikr qiladigan organimizning ichidagi qurilma. Yani sig'imchanlik, harakatchanlik, qo'llanishchanlik, hozir javoblik
qatarlıq funksiyalarının canlılıqlığı. Bu tarafımı rol oynaydı. Yani minimizning tug'mi jismoniy sifati. İnsanlarning hammasiga o'xshash aql berilganligini iddio qiladigan bo'lsakmi, nazariya jihatdan shunday deb qaraymizmi? İnsanlarning hammasi barobar, hammasi o'xshash aqlli maxluq. Ayda deydigan bo'lsakmi, amaliyat ko'rsatmoqdiki, buningdimi ikki taraf mavjud. Biri tug'ma aqldagi farq, yana biri toplumning umumiy aql taraqqiyot saviyasidagi farq. Aqlliqlarning orasida tug'ilib cho'ng bo'lgan bir odamning bu jismoniy jihatdagi taraqqiyotimi ma'lum farqqa ega bo'lishi mumkin. Bir odam bir jamoatning ichida 40 kun birga tursa, shu jamoatning jumlasidan bo'ladi degan bir hadis bor. Bu o'zining atrofidagi, o'zini qorshab turgan muhitdagi insonlar to'pi ashunday ta'sir ko'rsatadi insonga. Aqlga ta'sir ko'rsatadi. Bir olim dehqonlarning ichida bir necha yil yashasa, dehqonlarning saviyasi tushib qoladi. Bu haqda yaqinda bir aqliya ko'rdim bu Facebookda. Bizning konularimizda bir maqol var. Bir bala köp dananın içinde yürse dana olur. Bir dana köp balanın içinde yürse bala olur deyilgan bir maqal var bizde. Şunun o'xshash. Mana şu jismoniy jihatdagi umumiy aql taraqqiyot saviyasidagi farq. Keyingisi yetildirilgan aql bo'lib, bu xuddi gimnastika, tantarbiya harakatlari orqali asli o'zida ojiz bo'lgan muskullarni kuchaytirish, taraqqiy qildirish mumkin bo'lganga o'xshash. Avlodma-avlod aql gimnastikasi yoki aql ishlatish praktikasi orqali barliqqa keltirilgan yangi aqliy safoni ko'rsatdi. Yani milletler arasında, rayonlar arasındaki aql hacim farkı. Mesela deyişlerce Afrikalıklarının oturuşu aql hacmi 75 etrafı demiş. Oturasiya milletleri Uygur'unu öz içine algan halda oturuşu 85 imiş. Ama ne mucize ki şu Oturasiyada yaşaydıqlardan Kazaklarının 95'miş. Şundan bir gap var oturup. Bu jihatga diqqat qilganimizda, yana o'xshash bir toplumning ba'zi joylari bilan boshqa joylarining aql hajm farqi o'xshamaydiganligini ko'ramiz. Deylikki, Toshkentliklar bilan Xorazmliklarning farqi ekanligi degandek. Yana bu mazmunda shumi bor. Tüven aql hajmdagi bir toplum ichidami bir mo'jiza kabi birer shaxs 145lik bir nomerga erishib qolishi mumkin. Ama bu ko'p hollarda hisob qilinmaydi. Chunki bu bir tasavvurlik bo'lib, umumiy toplum yoki millatning o'tirishi nomerini o'zgartirmaydi. İlgirki videolardan ba'zilarida men aziz millatimizning aql hajm tarafidan jiddiy endişeге patqanimni bildirib o'tgandim. Yani aql hajmimiz bugungi dunyoning taraqqiyot saviyasi bo'yicha qaraganda bakmi tuvan o'xshaydi degan bir gumonga petib qoldi. Bugunlarga kelganda bu omilni chetga qoqqili qat'iy bo'lmaydiganligiga kun sari ishonayotiman. Aql hajmimizning tuvanligi tarixga baqqanimizda qadimdan shundoq emasligini ko'ramiz. Ya'ni
bir devirlerge kelgende tädirji tepekkur horulluky umumlaşyp, jemiyetimiz qaşşaklaşyp, qaşşak, qalak bir jemiyetde yitilgenleriniň akly gallaşyp, tädirji bugünkü weziyetge kelgenligimizge höküm kılışky bolady. Bu tädirji gallaşyşynyň başlanışı bilen bugünkü kadar en az 5 asr ötken bolsa gerek. Bugünkü kelgende garaýmyzki, tepekkurdyky horullukymyz, huddy saraňlarynyň her kandygy men saraň emas dep teräjigengil okşap kalgan bolup, pikir kılışda, hulasalalarımızda, kararlarımızda saranlarca üzümüzge işinimiz ki başka ihtimallıklarga hiç urun vermezden %100 toğurluğumuzga işinilgan, kılçılık gumandı bulmaydıgan dercege yetkenligi. Meselenin korkunçluk tarafıdır. Kayıt şekillendirişler üstüde tadqiqat elip bağa alimlarının karışça şekillendirilgen kallı bilen fikir kılış. Başkalar tarafından kallımızga kaçalap teyyarlap koyalgan hulasalaryny menimsegendin başka bununla kılçı gumansız üzemnin dep işiniş qatarlyk akli çepneşlerden kutuluşnyň birinci kademi şekillendirilgenlikimizden guman kılışkı başlaş iken. Yani kallam şekillendirilgen mu nime? Bu nimin da bu menin fikirlerim dep üzümüzün kallasıdan guman kılışkı başlagan bolsa bu birinci kademken. Tüzülüşnün birinci kademi. Eğer ya %100 ya menin hiç hata yok. Elik saranlarının men saran emas degen pädisidi qat'i işenç bilen üzümüzge bu bahany bereligen bolsak tüzülüşdün söz açkyly bolmaýarlar. Yani kararlarımız, hulasalarımız, tallaşlarımız hakkında gumallanışka başlagan çağımızda akli tüzülüşke qarap tunji qadamni atkan bolady ekenmiz. Huddy saranlarning men saran emas dep teräjişi. Doktorlarning diagnozida keselning haqiqatan saran ekenligiga qarta hüküm kılış üçün güçlük bir asas bulup rol oynagandek qayta şekillendirişden barlyk kelgen akıllar bilen kılıp pikirlerimizni kılçımı soraklap bakmasdylla menin %100 doğra dep teräjişimizmi tüzülüşden bekmi uzak ekenligimizni delilleş rolunu lan oynaydı. Bu cehette aziz milletimizin bugünkü hali bekmi korkunçluk bulup kişini ümitsizlik kittirdigan derecede eğir. Bulupmu hukumuşluk süpetdeki qarqosaqlar, Ali mektep bitirgen qarqosaqlar, unvanları bolgan qarqosaqlarning ifadalaridagi ta'tirlik texime içiniş absursluk qozgaydı. Bu halatimiz tefekkür hurulluğumuz şu derecedeki pakitlamı fikrimizni özgertişki yetmeydi. Tallaşlarımız, hulasalarımız hakkında kayta oylanıp bakışını hiç halamayımız ki etey. Ta'tirlik bilen qat'iyligimizni jakalap, hatada çiň turuş arkaly hata emasligimizni namayan kılışga urilişdek galatilikimizmi bar. Umumy toplumumyzyň seviyesi bekme tüven. Bu tüvenlikni qandaq toluklaş? Qandaq kılıp bugünkidek teraqqiyat devriga uygullaşyp, mevcutligimizni saklap kılış hakkında başka turuşnyň aksiçe başkalarga ügütüşke bolgan eresmenlikimiz teximi külkülükdür. Ana tilini otur seviyedimi bilmeydiganlarning tilçi nasihatleri, isminin toğru yazılışını bilmeydiganlarning yağdırıvatkan hikmetleri, akliyeleri tökülüp durduğanlıqını göremiz. Ügünüşkü bolgan hurulluk, hatta kıyıklık. Hurulluk yani her halde buludu da kıyığa tamlı tätirsi. Aksiçe ügüt şerismenligi bir apettek yamrap ketkenligi aldınғы videolarning birida tilga ilinib nasihatchilik apeti deyilgan. Bu nasihatchilikning bir apet ekanligini parad tursin degan. Bu uzun yillar ilgari degan bo'ldi. Aradan 20 yil o'tganda bizdan bu tunishga kelyapmiz.
Bu hikmetlik cümleler, aqliyalar, nasihatlar, tanbihlar bizning aqlliq ekanligimizning mahsuli emas. Tefekkür biçimi yoki endizimizde bir xatoning maydonga kelganligining alomati bo'lib, endizi xato bo'lg'achqa, bu endiziga asosan pichilgan her narsamiz xato holda tug'ilib, xato holda maydonga chiqadigan bir an'ana hosil qilganligimizni bildirmoqda. Aqliya va hikmatlarni to'kib turadigan ba'zi kishilarning o'zining qilmish etmishlariga, tanlashlari va qarorlariga qaraydigan bo'lsangiz, dal o'zi o'tirib to'kayotgan hikmatlarning mazmuniga tamoman zid ekanligini ko'rasiz. Demakki bu hikmatlarni o'zi uchun tatbiqlash xiyoliga kelmaydiganligi, boshqalarga o'g'itish niyatida ekanligi buningdan ma'lum bo'ladi. Endizi xato bo'lg'achqa, bichimlarimiz xato. Aqli safa tuvan bo'lg'achqa, mas'uliyatimiz xom. Bilishganligimiz tor bo'lg'achqa, xulosalarimiz kulkulik bo'lish umumlashib, hatto buni tamoman bir normallik sifatida qabul qilaveradigan holga kelganligimiz ko'rilmoqda. Aqliylik bilan tafakkur qilish, hissiy tafakkurdan, xiyoliy tushlardan qutulish haqida ko'p so'zildi. Hatto amaliy hayotimizda maydonga kelayotgan, maydonda aniq bo'lgan hodisalardan misollar berib, qilmish va tushunishlarimiz haqida qandoq savollashni deb o'tdik. Ammo hala shu bichimda fikr qilish, allaqachon rasvosi chiqqan qarashlarda davomli ching turish, o'xshash gapni takrorlashlar ko'rsatmoqdaki, aql ishiltish biz uchun o'limdan mutas bir ishga aylanib qolgandeklar. Schopenhauer shunday debdikan u, ba'zilar uchun kalla ishiltish o'lmakdan mutas. Kültürler tarafından belgilendiğin tefekkür endizesi qanday xato ketdi. Buni tekshirib ko'radigan bo'lsak, xo'jalar davridan boshlangan aqlni ijaraga berib o'tish kechmishimizni ko'ramiz. Mana shuning bilan boshlangan tefekkür o'rinliqlar emas, ish emgak. Hatto umuman boylik yaratish yo'lidagi barliq harakatlar jihatdami o'rinliq tashviq qilinganligimiz. Derviş olup sapayını çelip cahan gezişine, yani dehqonchilik hunar sanoat qilmay jahon kezishni, Allah rizqimizni dunyoga chechib etgan, u rizqni qanday bo'lmasin biz tep yeymiz degan bir safsata bilan sapayını çelip jahon kezishni eng ulug' ibodat sifatida odatga aylantirishimiz, divonilikni ayib bilmasligimizning boshlanishi dal shu xo'jalar davri edi. Hatto dunyoning lazzat ma'shayatlaridan ado-judo bo'lib Allohning oshiqi bo'lishdek umumiy iqim tufaylidan oila qurish, ya'ni to'y qilish, bola chaqa oila hayoti yashashmi tark etilgan. To'y qilmaydigan odamlar bak ko'payib ketgan. Bu zamonlar shunday bo'lgan va buning xosiyatida Uyg'ur jamiyatida axloqiy krizis portilishi maydoniga kelgan. G'ayr rasmiy munosabatlar avj olgan. Bizning tefekkür endizimizni belgilovchi kültürde, kültürümüzün en kuchli omili bo'lgan e'tiqodda ko'rilgan bu yomon sifatli o'sma tufaylidan tefekkür endizimizni o'zgarganligini bayqaymiz. Mushu yo'sin davlatchilik eni, milliy ong, milliy kültür, vatanparvarlik tuyg'usi va eni ta'dirji suslab yo'qolgan. Arkadan Xitay istilasının meydana kelishi, Xitay tajovuzchilarining tefekkür endizimizni texmi xunuklashtirish, milliy engimizni tamamen berbat qilib tashlash yo'lida elib borgan g'arazlik, plan programmalik menejer tashviqoti bizdagi ruhiy buzilishni voyaga yetkazganligi aniq ma'lum bo'ladi. Xitoylar elib borgan menejer tasodifiylik emas. Yani hocalar devrdekidek tefekkürünü buzumen, tefekkür endüstrisini buzumen dep anlık aldı, planlık aldı kılınmagan hocalar devrdekisi.
bir xil tasodibiylik. Ya'ni qandaq natijaga elib berishini oldin aniq bilgan holda elib berilgan bir targ'ibot emasdi. Ammo Xitoylar elib borgan mingi yosh tasodibiylik emas. Planliq o'g'achqa. Biz tamamen Xitoylar arzu qilgan tafakkur endişesi bilan yetishishga boshladik. Xitoylarning mingi qayta shakllantirish programmasida rol olgan milliy munofiqlar haqidagi baholarimizni misolga oladigan bo'lsak, bu mingi yoki qayta shakllantirishning naqadar cho'nqurligini ko'rib yetalaymiz. Tariximizdagi haqiqiy qahramonlarning tamamen unutilishi, hatto ba'zilarining munofiqlashtirilishi, eng oz degandimi az tilga elinishi, ya'ni eslanmasligi. Ama Xitoylar biz uchun tikilgan ulgularning tillarda doston bo'lishi, hatto erkin dunyoda xotirlanishi qanchalik buzilganligimizning dalillaridir. Men buning xalqaro jamoatchilikning qarashlarida haqqimizdagi baholarda qanday bir idrok hosil qilishni maqsad qilganlik haqida ayrim to'xtalmoqchi. Balkim keyingi videoda shunga buning xalqarodagi ofatlik ziyonlari haqida bu yerda to'xtalmayman. İtiqadning tafakkur qilibini belgilashdagi rolini deb o'tdik. Bu itiqadliklar yoki itiqadsizlar bo'lsa-mu o'xshashli belgilaguvchilik roli o'ynaverdiganligi. Buni keyin qo'shilgan Xitoyning mingi tashviqoti va mingi ma'arifi nuqtasiga tatbiqlasak, mayli Xitoyning ma'rifida tarbiyalangan bo'ling yoki maktabga bormagan yoshurun Qur'on kurslariga borgan bo'ling, qat'iy nazar siz cho'ng bo'lgan kultur muhiti baribir o'xshash natijani tug'diraveradi. Ya'ni sizning tafakkur qilibingizmi boshqalar bilan o'xshash bichimda bo'laveradi. Tafakkur qilibi kulturlar tarafidan belgilangandan keyin asosan o'zgarmaydi. O'zgartmak baxtas. Bunda deganimiz qilchimi o'zgarmaydi deganlik emas. Asosan deganlik uningdagi milliy unsurlarning eng muhimlari va itiqodning tamg'isi o'chirgil bo'lmaydigan turdan bo'lsa-mu. Fikr qiladigan qavm uchun har doim o'z o'zimizga haydakchilik qilgan holda fikr qiladigan qavm uchun Qur'onda bek ko'p yerda deyiladi bu. Qarindoshlar aslanglar. Fikr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni bunda bayon qilamiz. Fikr qiladigan qavm uchun bunda degan shaklda. Shu fikr qiladigan qavm uchun har doim o'z o'zimizga haydakchilik qilgan holda bunda o'ylab baqay. Ma'lum bir masalani, bunda o'ylab baqay. Munda o'ylab baqay degan turda odatlangan fikr yurgizish qalbimizdan angliq yo'sinda chiqib turib, Xitoylar silu deydi buni. Si degani ideya, tafakkur, fikr. Lu degan yo'l. Ya'ni fikr qilishning yo'lini mantiqcha yoki mantiqqa qilib o'xshash bir masalani o'xshamagan nuqtadan chiqib, o'xshamagan chig'irdan berib o'ylab beqishga o'zimizni zo'rlashimiz lozim. Odatlangan fikr yurgizish qalbimizdan angliq yo'sinda chiqib turib, o'xshamagan chig'irlardan yurib baqsak, natijalarni undan o'zaro selishtirib, texmi aqliy bo'lganlarni tanlasak, albatta bu nihoyat foydali bo'lgan bo'ladi. Şunisi tefekkürdeki horuluk, iddiyadaki vakuumluk. Bizni ügengen çığırımızdan vazgeçmeslikке, köngen yolumuzda davam kılış kılığındaydı. Mun şunda qilib, bugünkidek devrimiz kişilerine okşamaydigan, xuddi o'tir asrdan vaqt tunul orqali birdilla bugunga kelib qolgan kishilardek g'ayri aqliy fikr qilishning asosan umumiy hol elishi kelib chiqqan. Tefekkür qalbining iqtidoiyligi, noto'g'riligi yana ko'zi kichiklikni maydonga keltirgan bo'lib, shay'iylar, hodisalar haqida tutum belgilashda, baho berishda, yakun chiqarishda, qaror elishda
Bu xil küçükçüklikning rolini bekmi ochiq ko'ra olamiz. Shaxsiyatimizni deb umumiy milliy manfaatga qanchalik ziyni bo'lishini o'ylab o'tirmaydigan tutumlarimizning misollari o'tirdi to'lib yetibdi. Shaxsiy g'urur yoki manmanlik. Biz bu g'ururni bek tar ma'noda qo'llanyapmiz. Buning g'ururning ma'nolari bek ko'p. G'urur mag'rurlik bilan o'xshash yiltizdan kelib chiqadi. G'urur. Manmanlikmi shu g'urur. Arnomus tuyg'usimi g'urur. Bu tüptün o'xshamaydigan ikki ma'no kategoriyasi. Arnomus tuyg'usini bildigan vaqtki bu g'urur ijobiy bir so'z. Ama başka hallarda bu g'urur gadankeşlik ma gadanni bildirdi qarindoshlar. Mana shu shaxsiy g'urur yoki manmanlik, yengilmaslik tuyg'usi, tar guruhning inovati yoki atalmış g'ururi degandeklar uchun milliy manfaatga silinadigan ziyon Xitoyning bevosita ziyonkashligidanmi halqib ketadiganligi bilan hisoblashmaydigan darajada bo'lishi ana shu tar nazar, tez tafakkur, aqliylikdan uzoq qilish, tafakkur qilibimizning noto'g'riligidan manbalangan ahvollardir. Bundan başqa bizdeki nüfus sundirish erismanligi. Men bir videoda so'zlagan bu nüfus sundirish erismanligimizni. Bu nüfus sundirish erismanligimi qo'rqinchli oqibatlarga homildor bir qilmish bo'lib, umuman tashkillanish nüfusga bog'liq deyilgan ekan. Bu o'zgarmaydigan bir qonuniyat bu. Tashkillanish deyiladigan nüfus amili ximiy turchi bo'ladi. Bo'lmasa tashkillanish maydonga kelmaydi, nüfus bo'lmaydi. Demek tashkillanish nüfusga bog'liq deyilgan ekan, nüfus sundirishning millatga keltiradigan baloyi ofatining qanchalik bo'ladiganligini xiyolligim keltirmaslik, o'ylabmi o'ltirmaslik dal tafakkur qilibimizdagi nuqsondan. Aqliy tafakkurimizning bolalar saviyasida yegilab qolganligidandir. Yana bolalarcha oson ishinib ketish, go'lluq, ahmoqona soddaligimizmi, shundaqla saranlarcha kajlik bilan hech narsaga ishondigili bo'lmaydigan johilligimizmi o'xshash bir manbaning mas'ulidir. Bu yerda bir qarama-qarshilik bor. Oson ishinib ketadigan tarafimizmi bor, hech narsaga ishondigili bo'lmaydigan kajligimizmi bor, qarindoshlar. Bu gerçi bir-biriga qarama-qarshi ikki xil xususiyat bo'lsa-mu, buning kelib chiqish manbasi o'xshash. Bularning hammasi o'qishga, izlanishga bo'lgan o'rinliq. Bozor qo'g'lishib, ushaq tijorat qilish tipidagi elif satarlar tipida bozorda nima moda bo'lsa, shuningdan ilmab to'mab, bilgandek bo'lib olibla gap yo'g'litish. Hech qanday bir turda ilim sahibi bo'lishga qiziqmaslik. Quloq mollasilik bilanla o'zini qaltis chog'lashning natijasi. Allah bir qavm o'zini o'zgartmaguncha Allah ularni o'zgartmaydi degan. Bu oyatga asoslangandimi biz tirishib o'zimizni o'zgartmasak, bugünkidek taraqqiyotlar kun sari yuksalayotgan bir davrdagi mavjudligimiz jiddiy xirsga duch keladi. Aslida bu allabirullah duch kep bo'ldi, qarindoshlar. Duch kep bo'ldi. Endi biz davrning tushliq chaqlarining tagida mijilib yo'qolamdik yoki uningdan o'zimizni qutqizib ochqa olamdik. Bu har birimizning tirishchanligiga, himmatiga, xizmatiga bog'liq qarindoshlar. Bugün meşayikhchi bo'lsin qarindoshlar, yana chala nuqtalar bo'lsa, telefonlar bo'yicha tema hazırlasak bo'ladi. Yana bir qatam ko'rishguncha xayr xo'sh. Allah'a emanet olinglar.